Bu Bavini umuman olmaylik. Kiyimlarni oqartirmaydi ham, ko'pirmaydi ham, tozalamaydi ham. Chunki Bavini bozorlarda, magazinlarda poddelkasi tarqab ketibdi. Hozir men sizlarga poddelkasi bilan originalni qanaqa farqlashini o'rgataman. Birinchidan, mana 2025-yilda chiqarilgan, sanasi bo'lsa yozuvlarning ustiga neakkuratniy qilib joylashtirilgan. Ikkinchi farqi bo'lsa 24 oy o'rniga 24 yoy yozilgan. Ikkiga ustida originali bilan solishtiradigan bo'lsanglar, bu original, bu poddelkasi rangi to'qroq, yozuvlari, mamlaqalari to'q qilib yozilgan bo'ladi. Endi bo'lsa buni grammi bilan solishtirib ko'ramiz. Bu original Bavida 60 gram deb yoziladi. Taroziga qo'yib o'lchab ko'rsanglar, 60 gramdan ancha ko'p chiqadi. 73 gram chiqdi ko'rayotganinglarda. Amman bir poddelka Bavida bo'lsa 60 gram deb yozilgani bilan 60 gram undan kam chiqadi. Sotuvchilardan bo'lsa bittagina iltimosim, bir kunlik foydani deb mana bunaqangi fake mahsulotlar sotishga yig'ishtiringlar. Chunki bittagina original mahsulotning orqasida qancha odamlarning mehnati yotadi. Iltimos, birovning mehnatini qadrlaylik. Bavi bo'lsa hali hamon o'sha umuman o'zgarmagan. Faqatgina sizlar fake bilan originalini solishtirishni o'rganmasanglar, shuni o'zi kifoya.